Tinjimas Uyghur diyarı. Abdori Kristin Taylor. Tercüme qilg'uchi Abdurahman. Nashriyatdan. G'arbliklarning sharhni, jumladan Uyg'urlarni tadqiq qilish tarixi bir asrdan oshadi. G'arb olimlari 18-asrda O'rta Osiyoda, jumladan Sharq Turkistonda nurg'un tekshirish olib berib, tarixiy va arxeologik jihatda zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, ularning tadqiqot temasi Sharq Turkistonning qadimgi tarixi va madaniyatini tadqiq qilishdan olqib ketilmagan. Kristin Taylor apandining shaxsan Sharq Turkistonga berib, Uyg'ur jamiyatini inchik tekshirib, jafoliq izlanib, tadqiq qilib bu kitobni yozib chiqqanligi zo'r muvaffaqiyat hisoblandi. Kitobda Uyg'urlarning o'tmishi va bugungi ahvoli sistemalik, jonliq va dalil pokitlik bayon qilindi. Abdur bu kitobni yozish uchun shaxsan Sharq Turkistonga berib, jafoliq izlanib, tadqiqot olib borganning sirtida muhojiratdagi bir bo'lik Uyg'ur arboblari bilan ko'rishib, suhbatlashgan. Har qaysi iqimda bo'lgan muhojiratdagi Uyg'urlarning mustaqillik ko'rishini tafsiliy tunishtirgan va baho bergan. Ammo muallifning bayon va baholardagi Uyg'urlarning mustaqillik harakatidan umidsiz bo'lishidek ba'zi qarashlarga qat'iy qo'shilmasaqmi, Abdurning Uyg'urlar haqida bugunga qadar biror Uyg'urning qo'lidan kelmagan bundoq bir ilmiy asarni yozib chiqqani uchun Abdurga butun Uyg'ur xalqi nomidan cheksiz rahmat aytamiz. Kitobning asl ismi Vahshiy Jungu, Şinjanning bo'ysundirilishi degan ma'noda bo'lsa-mu, bir bo'lik ziyolilar bilan maslahatlashish natijasida kitobga Tinjimas Uyg'ur diyori deb ism qo'ydik. Bu ayni zamanda Abdurning orzusiga uyg'un edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nashriyot va tashviqot bo'limi. Tarjimondan. Bu kitobni tarjima qilish jarayonida tafsiliy o'qib chiqdim. Bir Yevropalikning bizning haqqimizda bu qadar inchikka izlanib, mo'l material to'plab, atrofliq muhokama qilishi, 7 yillik umrini sarf qilishi, hatto taklimkan cho'ldagi miran, buni bilmaydigan Uyg'urlarmijiq, shahriga qadar berishini ilgari o'ylab boqmagan ekanman. Yozg'uchi foydalangan materiallarning manbasi tizimligiga qarab, Uyg'urlar haqida yozilgan inglizcha va fransuzcha kitoblarning ko'pligiga diqqat qildim. Bundan 100-150 yil ilgari Yevropaliklar tarafidan yozilgan kitoblarmi xili bor ekan. Men shaxsan yozuvchi Kristin Taylorning bizni tadqiq qilishdagi astoydilligiga haqiqatan qoyil bo'ldim. Kitobdagi ba'zi so'z jumlalar g'ururimga tegsimi, ko'nglimni yarim qilsimi chidab, so'zma-so'z aynan tarjima qildim. Yozuvchining yozish uslubiga sodiq bo'ldim. Uning demoqchi bo'lganlarini aynan ifodalab berishga tirishdim. Meningcha, bu kitob o'qirmanlarimizga ijobiy va salbiy jihatdan ta'sir qilishi mumkin. Ijobiy jihatda kitobda bizning ona vatanimizning o'tmishi va buguni bayon qilinish bilan birga kelgusi haqida ba'zi qiyoslarni o'tirib qo'yilgan. Vatan ichida biz diqqat qilmay o'tib ketgan ushaq qishloqqa qadar tafsiliy bayon qilingan. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarni, o'tmishni va bugunni obdan tunutgan. Tarixiy savoqlarni yoshirmasdan oshkorlagan. Masalan, Jungu hukumati Angliya hukumatining g'olchisi deb tillaydigan Yaqub Bagni bostirish uchun Zozongtangning Angliya bankasidan qarz pul olganligi qatorliq. Izilgan millat Uyg'urlarga yesdoshlik qilish tarafida turib, hodislarni kuzatgan. Bu jihatda yozuvchini qanchalik maqtasaqmi ozliq qiladi. Salbiy jihatdan deganim, men bu kitobni o'qish jarayonida ba'zan qattiq ichim pushdi. Biz nima uchun bu qadar bozak, bechora bo'ldik? Bizga chiqish yo'li yo'qmi?
Bu munqarizlikdan qachonmi qutularmiz degandek hislarda ruhiy tushkunlikka uchragan chog'larim bo'ldi. Bundaq chog'larda men o'xshash bir hodisaga nisbatan har xil dunyo qarashdagi kishilar har xil baho berdi. Bizning tariximiz va bugünimiz haqida so'zlanganlar faqat yozuvchining o'ziga xos ko'z qarashi. Amaliy ahvol u qadar ichinishliq bo'lib ketish notayin degandek tuyg'ular bilan o'zimga tasalli berdim. Kitobda Uyg'urlarni jungoliklarga nisbatan barbarian deb atagan. Barbarian kalimasining ingliz tili lug'atidagi ma'nosi yovvoyi, ibtidoiy, tarbiya ko'rmagan, qaloq, qo'pol, vahshiy deganlik. Şinjanning bo'ysundirilishi degan tema kitobning bosh temasidir. Bu yerdagi bo'ysundirish deb tarjima qilingan so'z taym fe'lining lug'atdagi ma'nosi yovvoyi hayvonlarni ko'ndirish, tarbiyalash, insonlarga yaqin qilish deganlik bo'lib, men ingliz tili so'z boyligi intayin mo'l bir til turg'uliq bizni ta'sirlashga boshqa bir so'z chiqmaganmidi deb o'yladim. Ammo biz uchun yurak qanini sarf qilib kitob yozgan Kirstin Taylor apandadan bizni ko'zga ilmaydigan so'z jumlalarni ishlatibsiz deb og'rinsam qandoq bo'ladi? Eng yaxshisi bu kitobni sizlar bir o'qib boqinglar. Bo'lsa inglizcha asl nusxasini o'qinglar. Uningga kuchinglar yetmasa, bu uyg'urcha tarjimasi mazmunining 98%ni sizlarga tushuntirib berdi. Saviyam cheklik bo'lg'achqa tarjim xatoliklarining bo'lishi turganli gap. Tuztib qo'yishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan Abdurahmon. Kirish so'z. Agar bu kitobning temasini anglamoqqa biroz ziddiyatlik his qilsangiz, uni izohlab o'tishimga to'g'ri keldi. Jungoliklar har vaqt o'zining uzoq g'arbiga mabtulliq va qo'rqqan ko'zlari bilan qarab keldi. Hatto Yevropaliklar seriq irq tahdidiga nazar solganda sirliq sharqni fantaziyalashtirishga ko'nib ketgan. Amerikaliklarning ajdodlari oqtanlik ayollarni o'ltirgan qizil indianlarning vahshiylik oldida g'al-g'al titrashgan. Buningga o'xshash Şinjandagi yovvoyilarni bostirish uchun tirishayotgan jungoliklarmi mubolag'lashtirilgan. Sharqshunoslikning jungocha variantini men bu kitob ustida izlanayotgan mezgilda sahnaga chiqqan film Yotqan yo'lvoz, yoshiringan ejderha jonliq tushuntirib berdi. Filmda bir yerda qum barxanlari orasidagi mushkul yo'llarda ketayotganlik ko'rinishi bor. Payton ichidagi qo'lida qoshtash targ'oq, xiyol surib o'ltirgan yosh qahramon Şinjan hukmronining 18 yoshlik go'zal qizidir. U oilasidagilar bilan birlikda Beyjingga qaytish safarda. Tuyuqsiz bir guruh niqobliq, qurolliq kishilar karvonning keyinda paydo bo'ldi. Kelishgan yosh qo'mondan ishorat qilish bilanla bu banditlar qilishlarini planlatib vaqirashga boshladi. Xuddi qizil indianlar Willis Fargoning mapsiga yoshirinib turib hujum qilgandek, ular karvonni halqa shaklida qurshab, muhofizachilarni o'ltirib, mallarni g'animat oldi. Bizning bosh qahramonimiz onasining yalvurishiga qaramay, Paytonning pardasini qayirib o'g'irliqchi qaraydi. Uni ko'rgan banditlar boshlig'i otning beshini burab, Paytonni bo'ylab uchqandek keldi va ichiga qaradi. Uning qora yuzi qizga yaqinlashdi. U kulgan paytda chaqqonlik bilan qizning qo'ldan targ'oqni tortib elib oldi. Qizning hayronligi g'azabga almashdi. Qiz Paytondan sakrab tushib, qochgan banditni qo'g'lab, uning etiga mindi. Qumliqda yiroqlarga ketib qoldi. Ular qumlar ustida pomdaqlashib ketdi. Banditlar boshlig'ining bu harakatidan biz shuni bayqadikki, bu bizga oldinqilarning miltiqlarida o'ltirilgan va Hollywood ekranida qaytadan qahramon sifatida namoyon bo'lgan Apach va Sios palvonlarining ismlarini xotirlatdi. Yotqan yo'lvoz filmi
Wang Dolu, yani 1909 yıldan 1977 yılgacha ning bir qancha qismliq romandagi voqealiklarga asosan ishlangan bo'lib, Wang Dolu 1930 yillarda Xinjiang yana bir qatam Jungoning changildan qutulib chiqib ketganda Jungoning g'arbini tasvirlab yozgan. Gerçi bu kitap Xinjiangning tarixi bo'lsa-mu, ammo u Jungocha sharqshunoslikning haqiqiy temasini aks ettirib berdi. Ruslarning Sibiriyani ishg'ol qilishi yoki Amerikaliklarning Tinch okeanga yurish qilishi bilan solishtirganda Xinjiangning mustamlik qilinishi keyin va mushkul bo'ldi. 1949 yili kommunistlar bu tuproqni ishg'ol qilgandan keyin bu o'lka haqiqiy taraqqiy qilmadi. Ya'ni oshliq, xom ashyo bazasi, nüfus ko'p davlatdagi och insonlarning qornin to'yg'izadigan makon bo'lib qolmasdan, balki bölgünçilarni bastırdıgan, chet el tajovuzchilarga qaytarma zarb berdigan va yadro siniqi elib bordigan maydonga aylandi. Xinjiang haqida ko'p xabarlar bor. Men bu kitobda Beijingga nisbatan eng zo'r siyosiy bosh og'riq hisoblangan rayonning bugungi qiyinchiliklarining parda orqa ko'rinishlarini tushuntirishga tirishdim. Kommunistlar o'zining qonuniy mulki hisoblagan Xinjiangni yerlik musulmon xalqlar xuddi Jungoning janubidagi Zangzular, ya'ni Tibetliklarga o'xshash chet el ishg'olchilari o'g'irlab ketdi deb qaraydi. Jiddiy holatlar zo'ravonlik va vahshiylarcha intiqom olishga aylandi. Amerikadagi 11-sentabr voqeasidan keyin Beijing zarba berish salmoqini texim kuchaytirdi. Men Xinjiang tarixini yozishda ommabop o'qirmanlar uchun boshqalar texi yozmagan narsalarni yozishga urinishni maqsad qildim. Yolg'iz bo'la emas. Men yana 1995 yili Taklimkan qumliqini kesib o'tish uzun safariga qatnashgan vaqtimda tunji qatim ko'rgan Qoqqos va qo'rqinchli makonning go'zalliklarini tasvirlab berishni orzu qilgan edim. Keyin men Jungolik Xanzo Aychinuning 1930 yili cheksiz cho'llar, egiz tog'lar, yumshoq qumlar, mazmut terilarga tegib kessila, uni xuddi qog'ozga o'xshash yirtib o'tlaydigan ushchuluq qiyo tashlar, pichoq bisidek o'tkir va inchika muz parchalarini ham o'shqirtgan aman o'pkilarda muzika chiqara oladigan u qadar qiziq havolarni elib uchishib yurgan shamollar, qor shivirgandagi tavakkulchilik va ussizlik azobi hamra bu qaqas cho'llikda yashayolganligidan hayron qoldim. Keyin men ularning savr taqat qila olganligidagi sirni bayqadimki, yerlik Uyg'urlar buyuk chidamchanlik va marhamat ko'rsatgan ekan. Ularning ijtimoiy hayot nizomlaridagi qizg'inlik va hozirgi zamonda tepilmaydigan axloq fazilati g'arbdagi bizlarda yo'q. Bizning ko'z qarshimizdami ularning mehmondo'stligi darajadan tashqari rasmiy bo'lib qolmasdan, balki intayin mehribon va haqiqiy hisoblandi. Ularning jimjit bo'stonliqlardagi yashash usuli zamonaviy urf-odatlarga moslasholmaydi. U eng uzoq yerlardan boshqa joylarda allaqachon yo'qolgan. Ba'zi ushshaq-tushshaq kishilar mening Xinjiangdagi razil siyosatga diqqatimni tortdi. Ya'ni Jungolik Xanzo shopirlarning piyoda yoki eshak harvista jimjit bo'stonliq yo'li yoqisida ketayotgan Uyg'urlarni bo'zaq qilayotganligini ko'rdim. Keyin Uyg'ur shopirlarning urushqoqligini his qildim. Ammo Xanzo mustamlikchilarning odatdagi mag'rur pozitsiyasi menga o'zimizning Angliya jahongirligining qurg'uchilarini rohatsiz holda xotirlatdi. Ya'ni Hindistonda turishliq bosh harbiy qo'mondonning muavin yordamchiligiga tayinlangan Lord Canning. U mening bovamning buvisi. Bechora insonlarni itga o'xshash o'g'ilganligini tasvirlab mundaq xat yozgan edi. Biz o'tlab yurgan kalalar,
qora tanlik insonlar, ularning uylarining bambuk rishatkalari qatorliq hamma narsasini vayron qildik. Ular ko'zimizga xuddi hech narsaga arzimasdek ko'rindi. Yatlarga nisbatan bu xil tajribasiz holda tosh yuraklik bilan muomala qilish odati bizda helam mavjud. Beyjingdagi mehmonsaroyning hashamatlik zallarida yuzlari qip-qizil, mast bo'lib, vaqirab-jaqirab, Jarastonda yuzini to'kib, bizga o'xshash egiz burun, qonsharliq chattanliklarning tarbiyasiz yovvoyi insonlarga o'xshatilishiga sababchi bo'lgan amerikalik savdogarlarni esladim. Gerçi men Jungoning Xinjiang qilgan muomalasini mustamlikchilarning muomalasi deb tasvirlagan bo'lsam-mu, ammo men keskin bir munozirani maqsad qilib yozmadim. Mening orzuyim o'qirmanlarni Jungoliklar so'zlagandek haqiqatni amaliyotdan izlashga undashdan iborat. Buning bilan birga men Peter Fleming aytgan bir siyosiy tashviqotchini tushunishda aqliy foydani ko'zlagan odam xuddi go'sht emas, ya'ni rohib bilan birga g'izolangan kishiga o'xshash galvon bo'ladi degani ishinaman. Fleming 1935-yili Janubiy Xinjiangni sayohat qilgan chog'dagi xotiralar bayon qilingan Tez pukmaslardan xabarlar nomli kitob bilan 50 milliard Beyjingdan Kashmirga qadar yerlarni tasvirlab yozgan Safar nomli kitob yigit chog'larimda eng yoqtirib o'qiydigan asarlardan edi. Fleming zamonda Yapon ishg'oliyati ostidagi Jungo haqida ma'lumot bergan va Yaponlarga nisbatan qiziqishini ifodalagan. Ammo u ularning rahbari haqida nurg'unlagan qattiq so'zlarni, ya'ni tanqidlarni so'zlagan. Mana bular dal mening jungoliklar va ularning rahbari haqida his qilganlarimdir. O'zlarining mahallalarida uchrashgan ko'p sondagi xanzular xushal-xuram hamroh bo'ldi. Mening nafratlanganim ularning Xinjiangdagi byurokratligi va soqchi askarlaridir. Men Xinjiangni tunji qatim ziyorat qilish uchun tayyorlangan vaqtimda bir qator tasodifiy ishlar yuz berdi. Men dumba og'riqi bilan yetib qolgan vaqtimda Taklimkan qumliqiga safar qilish to'g'risida xabar oldim va safarga qatnashish uchun kelishim tuzishni qaror qildim. Britaniya kutubxonasidagi do'stimga telefon berib, ba'zi materiallarni so'rg'inimda, uning hozir arxeolog Avrel Stein Dunxondan elib kelgan qo'lyozmalarni ratlab, mundarija tuzatganligini anglab qolmasdan, balki sharqshunoslikqa oid Hindiston bo'limida saqlangan butun asarlarning vaqtincha mening uyimga yaqin yerdagi bir ishxona ekanligini bildim. Qarmoqqa peshonam o'ng edi. Keyin men ba'zi Uyg'urlar bilan so'zlashishni orzu qildim. 8 yil burun Angliyada Uyg'urlar oz edi. Ammo men Londonda uyimdan yarim mil uzoqlikda o'ltirishliq bir Uyg'urni topdim. Bu butkul muhim qarorimni belgilashda mening haqiqatan buyuk bir omadim edi. Ishlar karomat osonlashdi. Undan keyin Angliyadagi Taklimkan ekspeditsiya atirti men bilan Janubiy Kingtonda uchrashib qo'shildi. Bir ozdan keyin tasodifiy holda Charles Blackmorening Taklimkanni kesib o'tganligi bayon qilingan kitobini topdim. Oxirida yo'lga chiqishga bir qancha kun qolganda Asina Omda bir do'stim meni tushlik tomoqqa chaqirganda men qumliq ekspeditsiyachilarning rahbari Wilfred Segerning yenimizda kustalda tomoq yeyotganligini ko'rdim. Uning bilan ko'rishdim va uning kitobining mening qo'rqinchli Taklimkanni ko'rish orzuyimni lavuldatganligini bayon qildim. Undaq bo'lsa, dedi u qayg'uliq kulimsiragan holda javob berib, sen qaytib kelalsang, g'alabangdan menga bir ulush ber. Men qaytib kelib, Xinjiang xaritasini chiqarishga yordamlashdim va hukumatning Uyg'urlarning vafosizligi, razilligi haqidagi siyosiy tashviqotlarga qarshi turdim.
Mən texmo ilhamlanğan halda şunu bayqadımki, bu işqa qiziqqan yalğız mən emaskenman. Yana 2000-yili 10 ayda muhim olimlar qatnaşqan və bugunga qadar Şinjan rayoni to'g'risida tuzilgan eng universal və nupuzluq yazma loyiha deb atalgan 3 yillik Şinjan planining Amerikadagi John Hopkins Universitetida tuzilganligidan xabar topdim. Men bu kitobim orqali kamtarlik bilan shuni umid qilamanki, Şinjan haqida oz bir narsa bilganlar buningdan ko'p bir narsa bilgusi va ko'p bir narsa bilganlar oz bo'lsa-mu bir narsaga bilgusi. Bu kitob 2 qismga ayrilgan. Birinchi qismdagi 4 paragrafda 1949-yilgacha bo'lgan tarixni anglatdim. Ikkinchi qismdagi oldingi 4 paragrafda kommunist hokimiyati ostidagi voqealar va omonlik ishlarini bayon qildim. Oxirgi 2 paragrafda mamlakat ichi va sirtidagi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli ustida to'xtaldim. Hozirgi ishlarga bakrak qiziqqan o'qirmanlarimiz balki birinchi qismini o'qimasligi mumkin. İlova qismida men Uyg'urlarning haqiqiy avtonomiyaga bo'lgan ehtiyojining qanoat hosil qilgan yoki qilmaganligini so'radim. Gerçi bu tarixni yozishda imkoniyatning yetishicha hozirgi axborotlarni qo'llangan bo'lsam-mu, shunisi aniqki, men Şinjanga qiziqqan kichik, ammo cho'ngayotgan bir guruh hozirgi zamon olimlariga ko'p qarzdor bo'ldim. Bo'libmi Kristof Baumer, Andre Forbes, Hodun Kim, Fozhuang Li, Colin McGrath, James Milward va Dennis Shuri'ning emgaklarini tilga olishni xohlayman. Jungo tarixchisi Susan Whitfield-ning ilhom berganligi, tunishtirganligi va foydali tadqiqot maqolalari bilan ta'minlaganlik uchun alohida rahmat aytaman. Uning Ipak yo'lining dastlabki tarixi haqidagi kitobini tilga olmadim. U bu kitobning korrektori bo'ldi. Do'stim Andrew Linklater maslahatchilik qildi. Do'stlashgan Anvar To'xti Bog'da menga qimmatli materiallar va uchurlar avatdi. Boshqa Uyg'urlar ichida men rahmat aytishga tegishliklardan General Reza Bakin va Anvarjon bor. Şinjan ichida yashayotganlardan ko'p kishi bor. Ularning bexatarlik uchun men ismlarini maxfiy tutdim. Nikolas Bikolin G'arb taraqqiyoti plani haqidagi eng yaxshi analizini avatib berdi. Stokgolmdagi Seven Eden fondi jamiyatidan Hakan Valkoist Orsalda Kent hikoyasini so'zlab berdi. Droglatni sezgur nazarda kuzatganligi va 9-paragrafni o'qiganlik uchun rahmat aytaman. Foydali fikrlardan foydalanganlarim ichida bir to'giga bilinmagan safardishim Job Rapnoz va Deni Kolning ismini tilga olishni ko'nglim tortdi. Xalqaro kechirim tashkiloti va Tibet, ya'ni Shizang uchur to'g'ridagi tadqiqotchilarga rahmat aytaman. Osiyo ishlari xonliq jamiyatidagi Marilyn Fayvel Jones material izlab tepib berdi. Karolina fotograflarni izlashga yordamlashdi. Tahririm Gail Pirkis materiallarni muvofiq ravishda ratlashimga turtki bo'ldi. Uning temalarga ko'ngil bo'lishi, Jungo to'g'risidagi bilimi, chidamchanligi, savrchanligi va maharati bo'lmagan bo'lsa, men bu ishni boshqa ilib chiqolmagan bo'latdim. Bu kitobda uning zo'r to'hfasi bor. Xatoliklar bo'lsa, menga tava. Bu kitobning tizisini yozgan vaqtimda o'qigan Kaslin Hopkirk va Xanzucha tarixi atalg'ularni Pinyin altida yozib bergan Frankis Wotqa rahmat aytaman. Oxirida 2 kishiga tashakkur aytamanki,
Ularsiz balki men bu ishni hech boshlay olmagan bo'lardim. Biri Mamiti. Uning yo'l ko'rsatishi, aql parasti va tugumas chaqchaqlarning hammasini so'zlashga ojizlik qilaman. Agar u bo'lmasa, bu hikoyaning hech ta'mi bo'lmaydi. Yana biri ayolim Siyaran. U men bilan birlikda Şinjan va Sibiriyaga safar qilib, bo'ron chapqinlar, sovuq suvlar va o'ng'il-do'ng'il yo'llarda hamroh bo'lib qolmasdan, balki u yerlarning go'zal rasmlarini chizib berdi. Uning qimmatli yordam bo'lmagan bo'lsa, bu ishni vujudga chiqara olmagan bo'lardim.